San katta bo'lganingda mani boqasan, mani suyangan tog'im, ishongan bog'im, singillaringam, opalaringam hamma sani bo'yningda deyishadi-da. Kichkina bola bechora anu mas'uliyati tegdi, bu kuchayib qoladi. Skolioz bo'lib ketadi bola bechora. Qanaqa qilishimiz kerak? Sanga ishonaman. San ertaga katta-katta ishlar qiladigan, вообще zo'r bola bo'lasan. Sanda mana shunaqa potensial men ko'ra olyapman. Sandagi qobiliyat, sandagi fikrlash boshqalarda yo'q-da, даже men hayron qolib qolaman degan so'zlar bilan biz joyida dasturlab ketadigan bo'lsak va o'shanga yarasha, so'zlarimizga yarasha xatti-harakatlarga ham unda ursak, faqat so'z emas, xatti-harakatlar bilan ham u charxlanadigan bo'lsa, sport bilan shug'ullanadigan bo'lsa, to'g'rimi? Mana unaqa vaziyatda albatta bolamiz o'ziga tayana oladigan, ya'ni ota-onani qo'llab-quvvatlovi bor, ishonchi bor, mas'uliyat bor, intizom bor, joyida stressiy qanaqadir qiyinchilik vaziyatlarda ba'zida tushgan va bu narsani yashab o'tgan. Mana qarabsizki, idealniy bizga kerak bo'ladigan krasavchik erkak tayyor.